Men o'ylamagandim Buxoroga kelin bo'laman deb. Boshingga baxt qushi qo'ndi degan shu bo'lsa kerak-a? Hammasi qanday boshlanganini sizlar bilan ham bo'lishkim keldi. Baxtim ochilishiga sabab bo'lgan O'zbek turizm orqali biz yana Buxoroga yo'l oldik. Buxoroga samolyotimiz qo'nishi bilan bosh qop tik turmaydi deb biqinchani tezda qilib oldik. Va bizani lyuks avtobusimiz tezlikda mehmonxonamizga olib borib qo'ydi. Mana bizani oynagimiz bor. Stol bor, o'tiradigan. Ertalab Mamutda kofe ichib o'tiramiz. Mamutda yotamiz. Rum turri biri bo'ldi. O, katta ekan-a? Nima bormi? Aristo. O. Lekin bo'lsa tiqib ye deb kiyimlarni almashtirib tezda ko'chaga chiqib oldik. You look lonely. I can fix that. Biz Buxoro zargarlik va zardozlikning 3-xalqaro festivalida ham ishtirok etdik. Bu oshqozonimiz qozonmi deb o'ylab qolaman. Faqat ovqat yeymiz. Buxoroda Apa Mavludani tanimagan inson bo'lmasa kerak. Juda ham samimiy insonlar. Men muzey va qadimiy joylar zerikarli bo'ladi deb o'ylardim. Lekin Buxoroda bir narsani his qildim. Haqiqiy sukunat va qadimiyatning hidi aynan shu yerda ekan. Yerda qadimiy miniatyuralar chiziladi. Qo'lda qog'oz tayyorlanadi. Tabiiy bo'yoqlar bilan san'at yaratiladi. Hammasi shunchalik mayin va haqiqiyki, go'yo vaqt bir zumga to'xtab qolgandek. Buxoro qadimiyat va sukunat birlashgan shahar. Bu yerga kelsangiz faqat tarixni emas, ichki xotirjamlikni ham his qilasiz. Bir muhiti, kechaning o'zi ham juda ham yoqdi. Lekin bizning hikoya shu yerda tugamaydi. Davom ikkinchi qismda.